Bu ikrom 5 barmoqda 5 barmoqni yapamiz. Bunaqa optik qo'rg'asida qazini birinchi bo'lib O'zbekistonda ikrom 5 barmoq boshlagan ekan. O'zi 5 barmoqni mashinaga yegan boshqacha. Xamirlari cho'tki, go'shtlari cho'tki. Men yaxshi ko'radiganda cho'tdekkina. 5 barmoqga bitta 5. Endi bulyonini ichib ko'ramiz. Bay degan joylaridan ekan bulyon. 5 barmoq o'z yo'liga, lekin Qozog'istonning yovvoyi daryo balig'imizga gap yo'q kelishdi. Hozir yeb ko'ramiz, haqiqatan gap yo'qmi? Yoki gap bormi? Haqiqatda shirin ekan. Mazali. Xo'sh, xulosamga keladigan bo'lsak, joylar o'tov va kabinkalardan tashkil topgan ekan, общий zal yo'q. Bemalol oila deysizlarmi, og'aynilar deysizlarmi, kelib mana shunaqa o'tovlarda siqilgan teginglar, mazza qilib o'tirib bo'ladi. 5 barmoqga bitta 5 voy aytganimda, mana bu qaziga Vashshe bomba, haqiqatdan bulyon chiqi zo'r. Baliq nosi bor, yog'liroq ekan. Menga yog'lilik qildi, lekin mazasi shirin. Ya'ni bir marta bu yoqqa qaytasizmi deb savol berganingizda, qaytaman deb javob bergan bo'lardim. Sizlarchi, kelganmisizlar, kelmaganmisizlar? Kelmagan bo'lsanglar bitta kelib ketinglar. Orada like va podpiska qilishinglar chiqmasin.